Şarkı Türkistan'ın James Joyce. 100 yıl ilgari James Joyce yazgan Ulysses degan roman Dublinni, hatta bütkül g'arb kültürünü bir günlük rivayetsimon sayliga sig'dirgan edi. Rengarang tus algan bu özgüçü roman kitapning xotimisidagi shundaq degan mashhur so'z bilan emas, balki bu roman yozilgan joylarning Trieste, Syurix, Parij, 1914dan 1921 yili degan uzun adresi ve yiziqchilikqa ketgan vaqt bilan oyoqlashtirilgan edi. Bu xil o'zgarishchan kitobni anqirish tasga to'xtashi mumkin. Hamda uni yozishning qanchalik qiyinligini tasavvur qilib beqing. Uyg'ur yozuvchisi Farhod Tursunning inglizchaga tarjima qilingan tunji romani bo'lmish Cho'ng shahar The Backstreets romanidami mushu xil xotima ko'zimizga chaliqadi. Gerçi Cho'ng shahar bilan Ulyssesning orasida bir asrlik zaman farqi bo'lsa-mu, lekin Farhod Tursunning bu qisqa romanimi o'xshashli inson ruhiyatiga sho'ng'ib, kunlik faoliyat shaklida yozilgan bo'lib, bu romanda nomsiz bayon qilg'uchi tuman bilan qoplangan Urumchida tinab yurdi. Farhod Tursun bu kitobning kishini to'limi parishon qilgan xotimasidan keyin uning vujudga chiqish jarayonini bayon qilgan. 1990 yildan 1991 yilgacha Urumchida yozildi. 2005 yili Urumchida tuzitildi. Xatlari Beijingda kompyuterga ilinib, 2006 yili 15 fevral tush soat 12:30 da tamamlandı. Tuzitilgan nusxasi 2015 yili 7 mart tush soat 12:30 da Urumchida tamamlandı. Halbuki bu xotimining bugun qarmoqqa to'liq bitirilmagan qabr teshiga o'xshaydiganligi kishini shurkindirdi. Mazkur romandagi voqealiklarning sahnasi bo'lgan Urumchi Sharqi Turkistonning markaziy shahri bo'lib, Amerika Davlat ishlari mahkamasi Xitoyni Sharqi Turkistonda 2017 yildan boshlab nazorat qilish texnikalari va to'qib chiqilgan ma'muriy va jinoiy batnamlar orqali zo'r ko'pchiligi musulmon bo'lgan Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qildi va siyosiy jihatdan mingisini yuydi deb aybladi. Mazkur romanni tarjima qiluvchilarning biri bo'lgan Darren Baylerning bu kitobning ingliz tarjimasiga yozgan taqriziga ko'ra, Farhod Tursun Xitoy Kompartiyasining ashu xil ziyonkashligiga uchirg'uvchilardan biri bo'lib, boshqa Uyg'ur ziyolilari bilan bir qatorda kuch-quvvati urg'ib turgan mezgilda Xitoy doiralari tomonidan g'oyib qilib etilgan. Shu yili Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkiston sho'basining sekretari Shinjuangu tutishga tegishlilarning hammasini tutish haqida buyruq tushirgan bo'lib, Cho'ng shahar romani va uningda Uyg'urlarga qarshi irqiy kamsitishning aks ettirilganligi Xitoy doiralarining diqqatini tortganligini tasavvur qilish qiyin emas. 2020 yil Darren Bayler tutqundagi Farhod Tursunning 16 yil kesilganligidan xabar topgan. Cho'ng shahar romani xilma-xil andizlar orasida to'xtovsiz almashib turadigan tinimsiz asardir. Uning ba'zi batlari ishxonadagi zulmatli komediyalarga to'lgan. Uning boshqa ba'zi bilaklari xotirasini yo'qotgan yoki aqldan adashgan kishining ajoyib tushlariga o'xshaydi. Darren Baylerning taqrizida ko'rsatilishicha, Farhod Tursunning kutubxonasidagi kitoblar orasida Nabokovning eng tushuniksiz romanlarining tarjimasi bor ekan. Cho'ng shahar romani kishiga Nabokovning Ben Sinister Kalla kesish taklifi romanlaridagi bo'libmi 1930 yili e'lon qilingan voqealar bir o'lik tarafidan bayon qilingan Ko'z nomli povestidagi ajoyib tushkunlikni va shakli o'zgargan reallikni eslatadi. Eng oxirida kitob talto'kis qo'rqinch ichiga sho'ng'iydi va uningga darhol kishini cho'chitadigan va to'liq erishilgan qat'iylik yondashib keladi. Zarur ipuchi oldingi batlarga singdirib etilgan. Bo'libmi Urumchi shahri cho'nqur yaridan qolgan tatliq o'xshaydigan jilg'iga joylashgan. Azob ichida to'lg'inayotgan badanga. Uning imoratlaridagi chiroqlar yorib turgan derazlar tishi qanayotgan kishining tukurkiga yoki seriq yiringa o'xshatilgan. Sepib purab chashqanning jug'uchilik bo'lib qolgan supurga. Ustida bir doktorxonaning erlar ojizligini davolash e'loni bilan yutib ketgan bir odamni izlash e'loni bor. Dastlab chaylangan gizit qatorliq kishini tushkunlashtiradigan axlatlar kitobdagi taramas tumanlar orasidan chiqib keladi.
Romandagi nomsiz bayon qilguvchi tipik salbiy bosh personaj bo'lib, u ushaq-tushak ishlarni zig'irlaydi. Aqli o'sha ancha joyida emas. Pixsiq, chakana, shahvati quturgan, tushkun. O'qimishliq ammo xurafiy. U Sharq Turkistondagi bir yezdan ayrilib, Beyjingdagi universitetda matematika kasbida o'qib, o'zining songa bo'lgan benormal istikini yetildirdi. G'alati yeri shuki, u o'z yurtiga texim yaqin bo'lgan Urumchi qaytib kelgandan keyin Beyjingdagi chog'dagidan texim tushkunlashib ketdi. Matematik talanti uni xam xayollar qo'ynidan qutuldira olmayla qolmasdan, uning xam xayollarini texim adat etdi. Uningga nisbatan son sifirlar olamning haqiqatlarini o'z ichiga olgan. Allaqandaq darajadan tashqari qadimiy kuch yoki maxfiy guruh tarafidan tizginlanadigan sirliq kodlarga aylandi. Har qatim bir sonni ko'rganimda, toki shu sonni yodlab, esimni chin saqlab olmoqcha, uning yenidan ketolmayman, deydi u.